Assalomu alaykum do'stlar, qadrli obunachilar. Mana navbatdagi ishlarimizni xudo xolasa boshladik. Biz ishlarni boshladik xudo xolasa. 10 kun dam oldik. Yaxshi sabablarga ko'ra. Buni bu yoqda ishlarimizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, biz hozir mana buni 3 metrga 2.60 qilib tayyorlaganmiz. Atsekimizda ish qolmagan. Rollarimiz har doimgidek 100% tandem, ochilib yopilishlarini e'tibor berasizlar. Doshi yo'q, xudo xolasa. Oson ochilib yopiladi. Mana bunday qilib led chiroqlarini o'rnatganmiz. Buni tay o'yiladi. O'yilib, mana shu laminat bilan bir xil qilib soniladi mana. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, 100% stalshisalarimiz 4 sm lik Rossiya keder bo'lyapti. Buni bu yoqqa xudo xolasa moykalarimizni qo'yganmiz. Tepa antresollari ham tayyor. Qisqasi kanalni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Bugun olib chiqib atsekimizga qo'yamiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu finallarini ham chiroyli qilib mana ichidan ham yonadi do'stlar bu. Orqasi zerkali bo'ladi, polkalari bo'ladi oynali. Mana bunday qilib tepasi ham yonadi xudo xolasa.